Muqaddima. Sizu bizni yo'qdan bor qilgan olamlar Robbi Alloh taologa cheksiz hamd va sanolar bo'lsin. Suyukli nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga va ahli baytlari, sahobalari hamda u zotni do'st tutganlarga salovat va salomlar bo'lsin. Ushbu kitob Alloh taoloning ba'zi muborak ism-sifatlari bayon to'g'risida bo'lib, kuchsiz, ojiz va ilmsiz bo'lishimga qaramasdan kuchli, qudratli hamda barcha narsalarni biluvchi zot xususida baholi qudrat yozdim. Har kishi yozganlarimni mutolaa qilganda ular uchun tushunarli bo'lishiga intilib, risolani to'shagida yotgan bemor, ko'z yosh to'kib turgan mahzun va qiyinchilikda qolgan nochor kishi ham o'qiy oladigan tarzda soddaroq bo'lishiga harakat qildim. Ishonchim komil. Qalbining Allohga bog'lanishi, undan uzilmasligi, uni tanishi va yaxshi ko'rishi, unga bo'lgan xavf va umidi oxirat saodatining sari bo'lganidek, dunyoda baxtiyorligining ham kalitidir. Bor vujudi bilan o'zgagina ibodat qilishi uchun yaratgan zotga yuzlangan insonga mahzunlik, vasvasa va mashaqqatlar hech qachon bo'lmaydi. Allohning go'zal ismlari bobi iymonga doir katta mavzudir. Uni o'rganish asnosida banda qudsiy olami sari asta-sekin qadam tashlaydi. Nafs ham Allohni ulug'lab bosh egadi. Ruh esa xushu va muhabbatga yuz tutadi. Kitobni yozishdan maqsadim Alloh taoloni tanitish, uning ulug'ligidan ozginasiga ishora qilishdir. Shuningdek, o'zim va birodarlarimga u hamma ishga qodir, karami keng va eshituvchi, ko'ruvchi zot ekanini eslatishdir. Ushbu kalimalar ila g'amlardan charchagan yelkalarini va amallar og'ritgan boshlarini silashini xohlardim. Yozganlarim ularning ko'z yoshlarini aritsin, yurakdagi otashlarini o'chirsin. Allohning ismlaridan bexabar ekanimiz, sahroni sarson sargardon kezgan inson kabidirmiz. Kunlarimiz o'sha sahro, jaziramasi va qumtepaliklardagi quyunlardagi iztirobga o'tadi. Alloh taolo ol, ishon, iymon keltir, ibodat qil va bo'ysun. Shunda unga suyukli bo'lib baxt saodatga erishasan. Yo'qsa sarson sarkardonlik, keraksiz inson bo'lish, siqilish, qiyinchiliklarni his qilishni tanlab ruhiy iztirobda yurishning ham mumkin. Kitobim ko'p narsani qamrab olgan, oldin bunaqasi yozilmagan demoqchi emasman, balki bu o'rindagi davoim ojiz va qosirman. Uning afvi va mag'firatiga muhtojman. Agar ushbu kitobda ojizgina xayriyat bor bo'lsa, Allohdan iltijoyim uni odamlar orasida yoysin. Agar aksincha bo'lsa, mendagi hamma nuqsonlarni o'zi biladi. Men esa undagi afvdan ba'zilarini bilaman. Allohdan niyatning to'g'riligini, qalam noto'g'ri yozilgani va qalb xatoliklarini kechirishini so'rayman. Olamlar Robbi Allohga hamd va sanolar, Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin.